Assalomu alaykum. Odam xijolat qilib ko'chaga chiqib turibsiz-da. O'tiring. Orqaga o'tirsam maylimi? Mayli. Ana bu yerdan ushlab olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Ketdik. Konditsionerni baland qilaymi? Yo'q, o'chirib qo'ysangiz ham mayli. Mana yetib keldik. 40 ming bo'ldi. Mana 50 ming so'm. Qaytimi kerak emas. Klient aka. Klient aka. Klient aka. Klient aka. Tualetdamisiz? Ha, hojatdaman, uni o'g'lim. Kattasimi, kichkinasimi? Kattasi. Shuni birinchi kirib chiqib, keyin taksi chaqirsangiz bo'lmasmidi? Kutib chiqaman, kutdim. Yaxshi, pastda bo'laman. Hozir tualetdan vannaga kiradi. Ana endi vaqti oladi. Farosatingga o'raysan. Nima qilyapsiz aka? Yarim soat bo'ldi kelganimga. Eshik ochib bermaysan? Nima? Biznes klass chaqirganmisan? Start chaqirgansan. O'tir davay. Ha, faqat men oldiga o'tiraman. Ko'tingga ishdan kelsang bo'lmaydimi? Kimning mashina pultini olib olgansan? Ichida kalt yo'q, qutini o'zi. Yo bo'ymi, yo bo'yday bering deganda. Ketdik. Ketdik. Otangni mashinami? Bilmayman. Pul berolmay bir maza qilib ketay, oyoqchalarni ko'tarib ol. Men non yeyman mashina ketidan. Tushda qaytadan chiqasan. Tush. Pechkani qo'shyapsizmi? Ha, pechkani qo'shdim. Sandan oldin komfort odamini olib keldim, salonni muzdagina qilib. O'sha havo chiqib ketsin, keyin kirasan. Senga o'sha ham jalka. Bo'ldi. Katalxona bo'ldi bu. O'tiring. Haydang tamom. O'chirish telefoningni quloqni yeding-ku. Akasi men ketgandek qilmayapsiz. Men maza qilib ketmayman, to'g'risi. Jalka pulim. To'g'ri ket. Ofisga yopsanmi? Shift qo'shadimi yo'qmi? $1 bordi. Sen boku, sun'iy yo'ldoshga o'xshaysan. Nima edi u? Cho'milishga boradi. Lekin ko'tiga truskasi yo'q. Ana, tush, keldik. Qancha bo'ldi? 8 ming? Mana 7 ming so'm kam bo'ldi aka. Bil, bor. Akajon, boya sizga rahmat aytmanman. Taksi bilan orqangizdan keldim.